shaxsiy byudjet ichida, ya'ni aktivlar mavjudda bir tomonda. Undan so'ng majburiyatlar mavjud. Ya'ni aktivlar o'zi nima? Aktivlar ya'ni sizning mulklaringiz, sizga daromad olib keluvchi moliyaviy instrument hisoblanadi. Ya'ni bunga nimalar kiradi? Aynan qiymatli o'lchovli bo'lgan bu bank hisobotidagi sizning moliyangiz, investitsiyalar, uy-joy va boshqalar kirishi mumkin. Undan so'ng likvid aktivlar mavjud, ya'ni yuqori darajada naqd pulga aylantiriladigan mablag'laringiz bu omonatli bo'lishi mumkin. Undan so'ng yirik aktivlarimiz bor. Yirik aktivlarga albatta birinchi o'rinda bu ko'chmas mulk, ya'ni uy-joy kiradi. Undan so'ng avtomobil, san'at asarlari kabi qiymatli mulklarimiz va investitsiyalarimiz mavjud. Investitsiyalarga misol qilib bu kompaniyalarning aksiyalarida, ya'ni qimmatli qog'ozlar. Undan so'ng obligatsiyalar, ETF fondlar va boshqa ya'ni ko'chmas mulklar ham shular sirasiga kiradi. Endi bu aktivlar edi. Ana endi majburiyatlar to'g'risida o'tamiz, ya'ni qarzlar. Ya'ni boshqalarga to'lash kerak bo'lgan aynan qiymatlar bu bizning majburiyatlarimiz bo'ladi. Bular kredit kartalari bo'ladi, avtokreditlarimiz, ipotekalarimiz, shaxsiy kreditlar, qarzdorliklar va boshqalar kiradi. Ya'ni hozirgi kunda juda ham ko'p insonlarda kuzatilyapti bu narsa, ya'ni avtokreditlar, ipotekalar, ya'ni juda ham ko'pchilik olgan, juda ham ko'pchiliklarni eshitamiz, ya'ni qiynalmoqda bunda. Shuning uchun ham bu sizni ya'ni qarzdorligingizda asosan qarzdorlikning ichiga bu kreditlar kiradi, ya'ni ipoteka, avtokredit. Mana shu kabi yirik bizlarni majburiyatlarimiz, ya'ni shaxsiy moliyamizda, shaxsiy byudjetimizda kapitalimizni o'sishiga xalaqit qiladigan bir unsurlardan biri hisoblanadi.